Tak, assalomu alaykum. Ravshan aka mana darvozaxona, kiraverish birinchi xona. Kattagina naves 3 ta mashina sig'adi bu yoqqa. Tak, Wi-Fi lar kirgan, elektromontajlar yangi bo'lgan, yaxshi simlardan bo'lgan, qalin, ertigalik напряжение bo'lganda, nimadirlar bo'lganda o'tib olmaydigan, kuyib qolmaydigan yaxshi simlardan qildirganman. 0 dan qildirganman to'klarni. Tak, bu birinchi xona. Bunimiz ikkinchi xona detskiy hisobida qildik. Keyingi spanli, undan keyin xonma ham 2 xonali. Bu yog'i zal 10 ga 5. Oshxona 8 ga 4. Ikkinchi naves. Tepamiz birinchi naves. Bu mahallani krani suv. Mahalladan keladigan vodoprovod suvi. Tak, mana yaxshi archalar hovlimizda. Hovlimizni yana bir ko'rsanglar bo'ladi mana. Oshxona, akfaromli, hammom mana 2 xonali. 3-naves. Tandirxona, letniy kuxnya qilsa bo'ladi. Mana bu atapleniga joylar qilingan, mana chuqur qilib ertaga yomg'ir shamollarda tushib ketmaygan qilib. Огородimiz go'zal. Uzumlar yaxshi uzumlar ekilgan, mana o'zim chiqarib, ko'milgan joydan tarab chiqarib qo'ydim. Kanalizatsiyalar bo'lgan. Bu eski tualet, sal nobobroq. Naryodagi yangi tualetga sharoit bor. Orqa darvoza mana огород 9.47, 9,5 sotiklik xonadon. Mana aka hovlimiz. Jannat joylar, mol hol qilaman degan insonga ham. Naryoqda burchada yana bitta yama bor, oshxonaniki. Hali bitmagan. Mana hovlimiz akalar. Yashab turgan, yaxshi sveti, Wi-Fi, interneti, suvi, gazi bor xonadon. Tomlardan chakka o'tmaydi, shifrlarimiz yangi. Kuchugimiz ham bor. Bonusiga mashq kuchini tashib ketamiz. Ismi Simba.